TikTok akkauntingizga kirganingizda TikTokingiz qotib qolyaptimi? Nuqtani qo'yib tozalash kerak viruslarni degan videoyimda nuqtani qaydan topdingiz, qanday qo'yiladi, menda chiqmayapti nuqta deyishibdi. Hozir sizlarga noldan o'rgataman. Qani ketdik. TikTok akkauntga kirib olasiz. Mana shu holatda turganingizda sizni video ko'raman deb mana tomonga o'tasiz, to'g'rimi? Lekin orqa fonda shu tomonga o'tganingizda mana bu yerda mana lupa turibdi. Mana lupaga kiramiz. Va mana pastda klaviaturangiz bor, o'zingiz yozadigan. Mana shu yerdan mana bu yerga qarang. Nuqtani bosamiz. Mana nuqtani bosdim. Va mana bu yerda poisk beryapman, mana poisk. Mana poisk chiqdi. Mana nuqtada bosganingizdan so'ng mana shunday chiqadi. Mana shunga kiramiz. Va mana shu hamma narsa ko'rgan narsalarimiz. Shuni mana bu yerdan vibrat qilamiz. Mana pastga tushsangiz, mana bu yerda yumaloq ichiga ptechka qilib qo'yasiz va udalit qilib qo'yasiz. Mana udalit bo'ldi. Mana shunday qilib tozalaysiz. Nuqtani qo'yishni o'rgandingiz.